Assalomu alaykum. Mana biz hozir limonlarga shakl beramiz. O'sha aytib o'tilgandek limonlarimiz bir yil kesishdan qolib ketgan ekan. Bormang Navro'z aka. Mana Navro'z aka shaklni boshladilar. Xudo xolasa mana shu limonlarni biz boshqacha shakl bilan mana olib chiqamiz. Mana bu yoq esa mana bu tomoniga, chap tomonimizga shakl berildi. O'ng tomonimiz bilan mana bu yerda hozir mana ikkita dehqonimiz o'tiribdilar. Ular shu yerni egasi. Hozir o'zlaridan mana savolga tutamiz. Avvalambor dehqon bu, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nechta limon bor bu yerda? Bu yerda 3 tup limon bor. Endi joyimiz 3 so'ttiq. Shundan 25 tup limon, 5 tupi apelsin mandarin. Xudoga shukr, ana 1 gektar bu yerga parnikimiz bor. Shu bir ishqimiz shu 3 so'ttiq joyini limon ko'chat qildik. Xudoga shukr, mana hosilimiz ham yomon bo'lmadi. Har bir tupni nimadan 40-50 kilogramdan limon olib, Endi daromadni ayting, necha pul bo'ldi bir tupdan? Bu daromadimiz 1 million 200, 1 million 300 dan har bir tup Ana. daraxtdan foyda ko'rdik. Daromad oldik. Shu niyat qildim. Do'chiman shu 1 gektar joyini hammasini limon qilaman deb, ana shu rahmat Nusrat akaga, bu kishini oldilariga borib maslahatlarini olib, shu 1 gektar joyini hammasini hozir pomidor ekilgan, pomidor qator o'ralariga limon qilib chiqdim. Bu kishidan avval maslahatni olib shu nima qildim. Endi hozir qurganim 1 yil olday ketadi deb maslahat berdilar bu kishi. Shunaqa bo'ladi. Neol orasiga, pomidor ko'chatlarining orasiga neol qurib chiqdim 1 gektar joyiga. Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. Ana o'zlari kelib o'rgatib nima qilib turibdilar. Rahmat shu kishiga, Olyam Nusrat aka Saidov bor ekanlar. Shu mana shu to'g'ri gap ijtimoiy tarmoqlardan ko'rib shu kishini topib oldim. Bilsam ana Buxoro viloyatiga Nusrat aka Saidovday masalan limonchilik maktabini ochgan ekanlar. Shu bu orib shu insonni topib maslahatlarini olib ana 100% limonga o'tdim. Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'lishi kerak. Men taklifim shu 1 so'ttiq joyingiz bormi, 10 so'ttiq joyingiz bormi, limon qilsangiz yo apelsin mandarin qilsangiz, bu bir mehnati kam, daromadi ko'p bir nima ekan bu. Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi, yaxshi daromadlarga erishamiz. Ilohim. Nusrat akaga shu katta rahmat. Olyam shu inson bor ekanlar. Rahmat. Endi yana o'zimizni limonchilar uchun bir narsani aniqlab o'tamiz, oydinlik kiritamiz. Bu yerda hozir dehqonimiz 3 sotiq yerga, to'g'rimi? 25 tup limon ekkanlar. 5 tup apelsin mandarin ekkanlarda shu 25 tup limondan menga aytishlaricha 34 million dedingiz, yanglishmasam. 34 million foyda qilganlar. Endi o'ylab o'tiribdilar, 3 sotiqdan 34 million bo'lsa, bu 1 gektardan qancha bo'lar ekan deb. Aka, 1 gektardan qancha bo'lishini Xudo biladi, mehnatga bog'liq avvalambor. O'shani aytib o'tamiz aka, to'g'ri gap. Mana hisob-kitob qiladigan bo'lsak, haqiqatan 3 sotiqdan deylik 34 million qilgan bo'lsangiz, 1 gektardan qo'rqmay 1 milliard 200 millionlik ham bo'ladi. Hali bu daraxt yosh, to'g'rimi? Bundan tashqari mana daraxt qirquvdan qolib ketgan, yana ham yaxshi shakl berilmagan. Endi men aytmoqchi bo'lganimki, mana to'g'ri pomidor ekamiz aka, dehqon buva, pomidor ekamiz, bodring ekamizda unga 30% ga gaziga to'laymiz. Ko'chatni 8 oy oziqa beramiz. Uni xarajatini hisoblasangiz, hokim uni ancha muncha xarajatiga chidaydigan dehqonlar yo'q. To'g'risini aytishimiz kerak-da. Shu uchun mana bularga ma'qul tushdi. Hozir 3 sotiq yerdan 34 millionlik limon sotibdilar. Bir martaga sotdi, to'g'rimi? Bir martaga sotdilar. Xo'sh, narxini ham aytib o'tamiz. 28 ming dedingizmi, 27 ming? 28 mingdan sotdilar, shuncha pul bo'ldi. Endi bitta narsani hisoblab ko'raylik-da. Hozir qanchadan qancha gektarlab issiqxonalarimiz
qarovsiz yotibdi. Mana o'sha prezidentimiz Buxoro viloyatiga kelganga ham aytib o'tdilar. To'g'risini aytish kerak, chunki hozir demokratik zamon. Biz mana shu ishni qilishimiz kerak bo'ladi. Endi qarang-da, 3 kilo, 4 kilo limonga, keling 4 kilo limonga 1 kilo go'sht bersa-da. Yoki bir tupi 1 million 200 bo'lsa-da, 1 million 200 ga aka endi bir qoplasangiz necha qop un bersa. Bunaqangi tirikchilik, dehqonchilik qayerda bor? Mana yana bir shogirdimiz borlar. Bular ham mendan ko'chat olganlar, aytib o'ting, nechta ko'chat oldingiz? 40 ta ko'chat olganman hozircha. Maniki hozircha tiqiroq qurilgan. Endi tutadimi yo'qmi deb qurganman, lekin hammasi tutdi-da. Hammasi tiqib bo'lgan. Endi yana kengaytirmoqchiman. Kengaytirib 40 tubni bir 5 tutuq joyga qilmoqchiman-da. Xuddi siz aytganga o'xshagan 180, 2,5 shunday bo'ladi endi. Xudo xolasa bu dehqonimizni yutuqlari ham bor, xatolari o'sha shakl berishda noto'g'rilik bo'lgan deylar. Hosil ololmadim deb turibdilar, to'g'rimi? Endi 2-yil. Xudo xolasa endi 3-yildan boshlab hosilga kiradi. Endi dehqon buva yana sizga qaytamiz. Limon eksa barakasi bor ekanmi? Albatta Nusrat aka, barakasi bor ekan. Endi men shu pomidorni ham ekib ko'rdim. Shu yillik daromadi masalan 1 milliard 200 bo'ladi, lekin uni xarajati 600-700 million atrofida bo'ladi. Unga keyin xaridori necha deng? Endi to'g'ri gap, men bu limonni yetishtirdim. Shu sinov uchun ekilgan mana shu 3 joy, shu 335 million ziyod daromad qilib turibman, lekin bu yerga xarajat bir 2 million ham bo'lgan yo'qda, 1 millionga yaqin xarajat qilgandirman shu yerga. Hamma ishchi haqqi, o'g'it boshqasini hisoblasangiz 1 millionga bormaydi, lekin bu yerga mana aytishim bo'yicha pomidorga qish 60-70% xarajatga ketsa, bu limonga 10% ham xarajatga ketmaydi, 7-8% daromadni xarajati ketsa ketadi, qolgani sof foydaga qoladi Nusrat aka. Shu endi men shu 3 nima qilib ko'rdim. O'tgan yil mana shu 25 tubdan 1,5 tonna hosil olganman. Ana bu yil masalan 1300 kilo, 1400 kilo hosil oldim. Yomon emas. O'zim 34-35 millionga sotgan bo'lsam, 1-200 kilo o'zimizni iste'molimiz uchun saqlab qolganman. Ular bilan hisoblasangiz 40 millionga boradi daromadi. Shu uchun dehqonlarimizga tavsiyamiz, mana shunday dehqonlardan nima deydi? Ishni qilib turgan, qoyillatib turgan dehqonlardan o'rnak olishimiz kerak. Shuning uchun men sizlarga tavsiyam, mehnat qilayotganda ikkilanmang, qoqilmang, ertasini o'ylab ishlang. Chunki masalan mana shu Buxoro viloyatida xalqimiz shunaqaki, mehnatdan qaytmaydi. Shu uchun xirmoningizga dehqonbop yana bir bor aytamiz, xirmoningizga baraka. Rahmat Nusrat aka.